Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi sizlarga ko'rsatib beradigan uskunalarimiz bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. KFC apparatlarimiz to'g'risida bo'ladi va fritursalarni kattasidan kelgan, yangi sotuvda mavjud va minilari ham sotuvda bor. Kimga qanaqasi qiziq bo'lsa, bemalol videolarimiz tagida nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Buyurtma berishingiz mumkin. Mana bu yoqda friturlarning 3 litrlikdan 5 litrligigacha sotuvda bor. Va oshxonalarimiz uchun mantiq qosqonlar ham yetib kelgan Xitoydan jumbillari. Va mana bu yoqda marmet, mini marmet taomlarni issiqligini bir xil ushlab turadigan va nerjivaka idishlari sotuvda mavjud va kastrulkalarimiz sotuvda mavjud. Ko'rib turganingizdek. Mana o'chog'i bo'ladi. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, aloqaga chiqib buyurtma berishingiz ham mumkin. 12 ta viloyatlarga kelishuv asosida dastavka ham qilib beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, motorlik, motorsiz va mana bu yoqda elektr plitalarimiz bor. 380 voltda ishlaydi. Har xil hajmdagidan bor. Mana kastrulkalarimiz kelgan sotuvga, nerjivaka, gaz plitalarimiz bor. Mana ko'rib turganingizdek. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Va marmetlarimiz bor. Mana kattasidan $650 ga $700 qilib beryapmiz. Telefonlarimizni video ostiga qo'yib o'tamiz. Bizni ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Obuna bo'lib, aktiv bo'lib turinglar. Yangiliklarimiz hali oldinda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.